qo'l tuduyu. Danagul Ismanaliyeva O'shdagi oliygohlarning birida 2-kursda bilim oladi. U bo'lajak musiqa o'qituvchisi. Qahramonimiz erta bilan o'qishga, undan chiqib kutubxonaga yo'l oladi. Qisqasi, talabalikning bir kuni faqat o'qish bilan o'tadi. Ko'ngilochar kechalari uni unchalik qiziqtirmaydi. Ата-энем акча төлөп окууга өткөргөндөн кийин ата-энемдин үмүтүн актап окушум керек, көп билим алышым керек. Мен окуп, ошо аракет кылып көп нерсе алсам деп ойлойм. Мен бул отуруштарда андай жаштар көбүнчө мындай көңүл ачып, көп отуруштарды өткөрөт. Мага анчалык деле кызыктырбайт. Мен көбүнчө изденип, көп нерселерди алсам деп, көп китептерди окуйм, көп аракет кылам. Музыка жаатында көп билим алгым келет. Muhammed bo'lsa guruhdoshi Danagulning fikriga qo'shilmaydi. Odam birgina o'qish bilan cheklanib qolmasligi kerak, talabalik oltin davrini surish kerak deydi u. Азыр мен жашмын бир четинен сабакты деле жакшы көңүл буруп окуйм. Анан сабактан сырткары дагы досторум менен көңүл ачып ойногонго аракет кылам. Сабактан сырткары саат 6-7лерден кийин жумушка барам. Өзүнчө сабактан сырткары дагы иштейм. Ушул убакта бардык нерсеге жетишем. Эртең менен сабакка келем, сабактан кийин дагы досторум менен көңүл ачам. Андан сырткары жумушка да барам, баарына жетишем. Pishqichilik mavsumida savdosi ancha qizib qolgan Oltinay esa o'qishga unchalik ko'ngil burmaydi. Shu sabab u o'qishini sirtdan o'qishga o'tkazgan. Savdo orqali oilasiga moddiy yordam ko'rsatadi. Hozirgi uchurda men sirtdan o'qiyman. Kelajakda o'zim bu yil kutaman. Kutsam o'zimning kasbim bo'yicha ishlayn degan o'ylarim bor. Hozir men o'zimning qo'llanuvchi menен alektenem. Ушуларды мен өзүм содага кайрап чыгам. Мындай береткаларды кыздарга бүт буйрутма менен да токуй берем үйдө. Токуп андан кийин кыздарга ошол сатам. Окуганча өзүм өз алдынча иштейм. Өзүмдүн кесибим боюнча келечекте жакшы иштейм деген үмүттөрүм бар. Bugungi kunda O'sh shahar hududida 10dan oshiq oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlarida 60 mingdan oshiq talaba ta'lim oladi. Ularning bari kelajakda bir mutaxassislikni egasi bo'lish niyatida. Shartga yarasha har qaysinisi talabalik davrini turli shaklda o'tkazmoqda. Nima bo'lganda ham ularning barchasiga omad tilab, Xalqaro talabalar kuni bilan tabriklaymiz. Ayni paytda O'sh shahrida 62 mingdan oshiq talaba turli yo'nalishlar bo'yicha bilim olishadi. Qirg'izistonning barcha o'quv yurtlarida ballon usuli bo'yicha bilimlar berilmoqda. Bu usulni har taraflama foydali ekanini mutaxassislar ta'kidlashmoqda. Eng birinchi maqsad o'qishni tugatib ishsiz qolayotganlar sonini qisqartirish. O'sh davlat universiteti ham yangi tizimga ko'nikishda bir qancha qiyinchiliklarni bosib o'tishiga to'g'ri keldi. Жаңы нерсени кабыл алыш дароо оңой болбойт. Бирок негизинен студенттерибизден дагы бизге мугалимдерибиз буга даяр болуш керек болуп атат да. Анткени окуу процессин ошол системада уюштуруу үчүн, окутуунун кредиттик технологияны пайдаланыш үчүн мугалимдер көп материалдарды даярдашы керек. Европанын окуу жайлары менен, Түркиянын окуу жайлары менен, Россиянын, Кытайдын окуу жайлары менен биз келишимдер түзүп, студенттерди алмашуу боюнча биздин студенттер ошол жерде кыска мөөнөттүү, же жарым жылдык, же бир жылдык окуп келүүгө мүмкүнчүлүгү боюнча биз ушундай келишимдерге жетиштик. Мен студенттерге кайрылып айтат элем, ошол мүмкүнчүлүктөрдү пайдалангыла. Максатыбыздын бири ошол да. Ballon tizimi o'quv yurtidagilar uchun yangiliklar yaratib, talaba va o'qituvchi orasida erkin aloqa tuzishga sharoitlar yaratdi. Bu tizim talabaga o'zi xohlagan fan va o'qituvchini tanlab, unga o'z talabini qo'yish imkonini berdi. Studentmen bu balдык sistema bizga аябай жакты, өтө ыңгайлуу десек да болот. Себеби студенттердин өз калоосу менен аракеттерин жакшы көрүшөт деп ойлойм. Сессия учурунда негизинен бизге жеңилирээк болот. Себеби сессияга чейин биз балдар топтоп барабыз. Yangi usulga oliy o'quv yurtlari 2012-yil o'tganligi sababli ayni paytda bu usulda birinchi va ikkinchi bosqich talabalari ta'lim olishmoqda. Yuqori kurslar esa sobiq Sovet davridagi sistema bilan o'qishmoqda. Sabab ularni yangi uslubga ko'niktirish bir qancha qiyinchiliklarni yaratib, ular orasida bu uslubni umuman tushunmaganlarni ham keltirib chiqarmoqda. Tam bilmem al jönde. Tajırça tushunib yo'q degandek.
ошончо убакыт сарптагандан кийин дипломду алып бир результат менен кеткеним ыңгайлуу да. Мен үчүн баллондон көрө өзүмдүн окуп аткандыгым жөндүрөөк болуп атат. Мүмкүн биз ошол нерсеге үйрөнгөнбүз үчүнбү? 5-bosqich talabasi Tattibu Arab qizi bilim olish u yoki bu sistemani tanlashga bog'liq emas degan fikrini bildiradi. Азыркы өзүбүздүн окуп аткан система өзүбүзгө ыңгайлуу, же балким биз ага көнүп калгандырбыз. Окууда мыкты ийгиликтерге жетиш үчүн анын система тандаштын кереги жок. Кандай шарт болбосун, кандай учур болбосун, өзүнүн кызыгуусу менен ошол системадан көз карандысыз деле ийгиликтерге багынта берсе болот да. Hilola Ashurova, Yildiz O'rozmatova, Nadir Bo'ronbayev, Intimaq. Bu yil O'sh texnologiya universitetining tashkil topganiga 50 yil bo'ldi. Bu munosabat bilan universitet qoshida bir qator tadbirlar uyushtirilib kelinmoqda. Bugun ana shunday tadbirlardan yana biri oliygoh xodimlari, talabalar hamda mehmonlar ishtirokida o'tkazildi. Tadbirda oliygohning yangi bitiruvchilariga diplom topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Universitetni qizil diplom bilan yakunlagan talabalar 5 yillik ta'lim natijasida qo'lga kiritilgan diplomni rektorning o'z qo'lidan olishga musharraf bo'lishdi. Qirg'izistondagi obro'li oliygohlardan biri bo'lgan O'sh texnologiya universitetida ta'lim olgan sobiq talabalar ayni vaqtda respublikaning turli tarmoqlarida siyosiy va ijtimoiy faoliyatlari bilan yurtimiz ravnaqiga hissa qo'shib kelmoqda, deydi mazkur oliygoh rektori. Жылы O'sh texnologiyalык universitetinin түзүлгөнүнө 50 жыл толуп отурат. Бул календардык эсептегенде 50 жыл толуп отурат. Биз ушул быйылкы жыл башталгандан бери эле ушул университеттин 50 жылдыгына карата түрдүү иш-чаралар uyushtirilib keldi. İş-чаралар, madaniy iş-чаралар, sportluq iş-чаралар, okuq prosesini önüktür boyunca uşul köptegen iş-чаралар жүргүзүп келди. Ошол iş-чаралардын бирине ушул бүтүрүүчүлөрдү салтанаттуу түрдө узатуу дагы кирет. Davron Asfanov, Ilhom Ibragimov, Intimaq. O'sh shahrining markaziy maydonida Yoshlar kuni va Xalqaro talabalar kuni munosabati bilan raqs kechasi tashkil etildi. Tadbirda 15 mingga yaqin yoshlar ishtirok etdi. O'sh shahrining meri vazifasini bajaruvchi Melisbek Mirzahmatov yoshlarni bayram bilan tabriklab, muvaffaqiyatli va tashabbuskor yoshlarning qatori yana ham kengayishini tiladi. Hazır yaşlar götürülmeyin, yaşlar birimlikte olmayın. Kırgızistan'da olma kıyım olsa da. Geçeye gele korrupsiyalar, geçeye gele narkobaron, geçeye gele sayası soyuqu. Bugün Kırgızistan'da diktavat etkisi gerek. Barımız üstümüzden turu algısı gerek. Kırgızistan'da sayası elita tüzgüsü gerek. Çok anday olmayın. Akır ayağında Karapayım eldin, bitayımçılık bilen, kuytuluk bilen, siyasatta hiç qanday düşünügü yok, çındıktığına suygan adamlardan, yaşlardan zamanı gelerine terenkişerinizde. Shu bilan birga Alay terma jamoasi va O'sh shahrining yosh sportchilari 2013-yilda erishgan yutuqlari uchun sovg'alar bilan taqdirlandilar. Bundan tashqari shaharning oliy o'quv yurtlari talabalari stipendiyalarni Jismoniy tarbiya va sport komitetining xodimlari bir kunlik maoshini estakada ko'prigining qurilishiga o'tkazishdi. O'sh shahrini guldab o'zingizga qo'shgan salmoz bo'l. Shu o'tma ko'prasini jalpila shu O'sh shahrida 3000 dan oshun maktab muallimlari, janob bola bog'chalari tarbiyachilari tegizdi. Bir kunlik oylik mayanasının chiqimi chegara eldidan qo'shgan salmo jalpi jiydik bo'yicha 1,266,149 so'mni tizdi. O'sh shahrida yoshlar kuni munosabati bilan 7-noyabrda Alimbek Dodxo bog'ida yosh qo'shiqchilar ishtirokida madaniy kecha uyushtirildi. 1-dan 17-noyabrgacha bir qancha tadbirlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, tadbir O'sh shahar meriyasining yoshlar komiteti tomonidan tashkil etildi. Bu sen aqldan qaytsan. Ana, bunu bayılım bilen aqlosunda. O'sh shahridagi Semete kinoteatrida kollejlar o'rtasida tomosha shouning navbatdagi o'yini uyushtirildi. O'yinda 5 jamoa ishtirok etib, o'z hazil tomoshalarini taqdim etishdi. Talabalar uchun tashkil etilgan bu kulgu kechasini O'sh davlat yuridika institutining o'qituvchilar jamoasi qo'llovga olgan. Har bir kollej o'zlaricha bo'linib yuravermasdan, bu yerda bir-biri bilan studentlar do'stlikni chingdab, bunday aytganda eng o'shul do'stlikni chingdog'ning biri negiz bo'lib, madaniy ish-chara bo'ladi deb eseptegендиктен, анын ичинде
азыркы жаштардын талабы боюнча бул КВН оюну болуп эсептелгендиктен биз ошол себептен эң негизги КВН колледждердин арасында КВНди уюштуруп жатабыз да. Ол 5 командалардан атап кетсек, медицина колледжинен келишти, БИМ деп коет, финанс юридикалык колледжинен келишти, социалдык колледжден дагы бир команда келди. И ошондой эле биздин юридикалык колледжден бир команда болуп. Uyushtiruvchilarning aytishicha, bu tomosha kechasi shahar rahbariyati tomonidan talabalar kuniga bag'ishlab o'tkazilayotgan bir qator tadbirlar qatorida tashkil etilgan. Eslatib o'tsak, 17-noyabr xalqaro talabalar kuni sifatida nishonlanib kelinadi. Bugun Manasota hududiy yoshlar komiteti tashabbusi bilan 27-o'rta maktabning sport maydonida maktablararo futbol jamoalari o'rtasida sport musobaqasi bo'lib o'tdi. Xalqaro yoshlar kuni munosabati bilan uyushtirilgan mazkur musobaqada O'sh shahridagi 3 o'rta maktab hamda 16-litsey o'quvchilaridan tashkil topgan jamoalar o'zaro kuch sinashdi. Birinchi жолу Manasota аймактык жаштар кеңешинде өткөрүлүп жатат. Номер 27-мектеп, номер 38-мектеп, номер 40-Королева мектептер аралыгында өтүп жатат. Bunun maksatı жаштарды ден соолугун чыңдоо, спидтин алдын алуу, наркоманиянын алдын алуу, конфликттин алдын алуу болуп эсептелинет. Barpo Aliqulov nomidagi maktab jamoasining hujumchi o'yinchisi Erbol bu kabi sport o'yinlari o'z tengdoshlari bilan do'stona munosabatlar qurishga hamda jismonan sog'lom bo'lishga imkoniyat yaratadi degan fikrda. U bugun o'z jamoasini g'olib bo'lishiga ishonadi. 30-gimnaziya maktabidan keldik. O'sha bugungi o'yinga qarata nastroy kuchli. Birde algan hareket qilamiz. Bardығы балдар спортивный, жақсы чурқайт, жақсы ойнайт, futbolga berilgan ballar. Bugungi musobaqa tashkilotchilari qatorida 12 hududiy kengash hamda O'sh shahar yoshlar komiteti ham bor. Buyursa, erteng 16-noyabr Amir Temur аймактык жаштар кеңешибизде дагы ушу спорттук иш-чара болуп жатат. Ага да даярдыктар азыр кызуу жүрүп жатат. Андан сырткары биз азыр O'sh шаардык жаштар иштери боюнча комитетти Japalak аймактык жаштар кеңешинде madaniy иш-чара өткөрөбүз. Bu kabi madaniy va sport musobaqalari hududiy kengashlar hamda shahar yoshlar komiteti tomonidan 17-noyabrga qadar turli hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Davron Nasibxonov, Ilhom Ibragimov, Intimaq.